aka shunga aylangan Sibir loyihasi haqida ozgina ma'lumot berasizmi? Sibir daryolarini o'rtasiga olib kelishni o'ziga yarasha bir siyosiy, iqtisodiy bir nimasi bo'lganda, bazasi bo'lganda, buni ichida masalan birinchi bir siyosiy masala shu narsa bo'lganki, falsafiy nuqtai nazardan qarasak ham bo'ladi. Inson tabiatning xo'jasi. Demak, inson tabiatni o'zi xohlaganday boshqarishi mumkin degan bir tushunchaga borganda va asosiy maqsad shunday bo'lganki, Orol dengizini quritib, u qurigandan so'ng hosil bo'lgan hududlarni yana Sibir daryosidan suvlarni olib kelib, demak, sho'r yuvib va uni sug'orishga qo'shish loyihalari bo'lgan. Siz agar shunaqa bir Bu model aloqasi bor. Bu model mana shu narsani, demak, agar olib kelish bo'lsa, olib kelayotgan vaqtda daryoni, kanalni qurish jarayonida yoki daryodan suvni olayotganda yoki daryoni suvga qo'shilayotgan jarayonlarda qanaqa fizik jarayonlar vujudga kelishi mumkinligini ko'rsatadigan bir modellar shu vaqtda yasalgan. Mana shu oldingi bu Sanir deydi yoki Среднеазиатский научно-исследовательский institut irrigatsiya degan institutda ham mana shunaqa katta bir loyihalar amalga oshirilgan vaqti zamonda. Bugungi kunda albatta bunaqa loyihalar, bunaqa jarayonlarni modellashtirish orqali, kompyuter orqali bemalol amalga oshirsa bo'ladi. Bu fizik model, u unisi albatta raqamli model bo'ladi.